Assalomu alaykum, qadri baland bo'lgan qadrdonlar. Versal to'yxonasi yana bir bor mehmonlar bilan gavjum. Bugun xonadonni sohib va sohibalari erta tongda mana shu to'yxonada nahotli ochlar boshlagan, ertalab boshlangan to'ylar kechki vaqtlarga ulashib ketdi. Mana bugun to'y bola Arxamjon, Akmaljonning sunnat to'yi, xatira to'yi bilan davlat mehmoni bo'lamiz hozir. Bugun Xudo xohlasa to'yga juda ajoyib san'atkorlar tashrif buyurishi kutilib turibdi. Har bir hayajonli daqiqalardan Nur studiyasining foto, video tasvirchilari manguga muhrlab boradi. Ko'rib, kuzatishda davom etasiz.